27. Ögdilmiş aleyke idrakning tarifini aytidi. Ögdilmiş cevap berip dedi. İdrakning qilmishi to'g'ri, shodligi ko'pdir. Husni chiroyi ko'rkam va yeshi kichik. U barliq yaxshilikqa o'tkaldir. U tamkin, xushbeil va muloyim, jimi jonliqlarga rahimdildir. U qayoqqa qo'l uzartsa, ish ravoj topadi. So'zi qayaga yetsa, e'tiborliq bo'ladi. Qara, uning chiroyi illiq, hammaga yiqimliq. Kishilarga uningdan foyda tegadi. Ko'zi o'tkir, yiroqni ko'ralaydi. Har qanday ishni puxta qadam bilan qiladi. Har qanday buzilgan ishni o'ngshaydi. Har qanday chegish tugunni yeshidi. Har ishni so'ldan, o'ngdan, oldidan va orqadan ko'zitadi. Hamma ishning vaqtini va chorasini biladi. Qochqonga yetishidi, ushqonni tutadi, sunganni ulaydi, buzilganni tuzaydi. Aql farosatsizlar o'kinib deydi-ki, "Ey aql, sen bo'lmasang hasrat chekiman, o'kinaman. Sendan menga bir o'lish tegmadi. Seningsiz kishining ko'ngli go'yo o'likdir." Qara, aql idrak bir mash'al, qorig'u ko'z. U o'lik tanga jon, kekash tilga so'zdir. Aqlliq aqliga deydi-ki, "Ey do'stim, ishimni o'ngshaydigan bak yaxshi do'stsan." Aql doim o'ng ish qiladi, uning so'li yo'q. U chin va ishonchlik, hech bir hilasi yo'q. Kimda idrak borligining belgisi ana shu. Bu belgi bilan aql idrakni bilgili bo'ladi. Hammadan avval idrakning harakati muvofiq bo'ladi. Oylar, yillar o'simi to'g'ri yo'ldan taymaydi. İdraklik to'g'ri, so'zda muloyim bo'ladi. Uning ish harakatlari ishonchlikdir. U tamkin, muloyim va nihoyatda savrchandir. Ishining tegi tahtiga yetib oldirmay ishlaydi. Qilgan ishiga qarasang qeri, yeshiga qarasang yigit. Donishmanmi, bagzodimi orzu bilan uningga muhtojdir. Buningga taqlid qilingan munu so'zni o'qigin. Tushungan siri ma'nosi texmi ichiladi. Aqlning harakati qeridek, o'zi yosh o'g'londek. Aql idrok qayerda bo'lsa, berib uningga yepishqin. Uning kichikligi umoq, qeyrligi tamkin, o'zi kamtar salmoq, beradigan foydasi ko'p. Aligning o'gdilmishki javobi. Alig bu so'zlarni anglab so'yindi. Aytdiki, "Ey sagak, so'zing bilim va aqldir. Xudo noiti ko'p yaxshiliklarni berdi. Aniqki, senmi menga Xudoning ato qilgini. Mening ishim mushaqqatlik, ig'ir bir yukdir. Kishi bu yukni ko'targandala yaxshiliklarga erishidi. Kimki yaxshilik tilasa, ig'ir yuk ko'taradi. Ig'ir yuk ko'targanlar tilikiga yetadi. Yükümni yudigin ekansan, tilikim hal bo'ladi, ishim yurishidi. Menga aram berasan-u, o'zingga ig'irchilik keladi. Xudo menga amdi yordam va kuch bersin. Haqqingni birga 3 hass qilib yondiray. Sening ana shunda xizmat qiladiganingni bilaman. Meni orzu qilganing mehribonligingdir. Mehribon, sodiq xizmatchi tamoman shundoq bo'ladi-ki, u o'z foydasini qo'yib, begining foydasini tilaydi. Xizmatchining nima deganligini angla. Xizmatga berilgan qo'l begiga aram beradi. Uning sodiq quli bo'lsa va ishlarini qilsa, bag shodlikqa va baxtga erishadi. Bag xizmatkori bilan qaddini ruslaydi. Bagning xolig'inidek xizmat qilsa, begini xotirjam qiladi. Bagning quli, bagning bosh og'riqini, yük mushaqqatlarni ko'tarishi, begiga orzu qilgan yo'lini echib berishi kerak. Qaysi bag ana shunda qo'lga erishsa, bu uningga Xudoning bergan buyuk ihsonidir. Bizdan xeyli burun o'tgan dunyo baglarining ko'pi shu orzu bilan o'lib ketishdi.
Dünya xalqi şadlıq və bəxt bilan amin tapdı. Bütün xalq Aliga dua qildi. Başqa el kişileri bunu anladı. Onun yüzünü görüşünü arzu qilishdi. Bu arzu bilan yil, ay, kunlar o'tdi. Ali yaxshi qonun tuzib elini boshqurdi. Alining o'gdilmishga suoli. Ali bir kuni o'gdilmishni chaqirdi. Sendin bir so'z so'ray. Bilginingni aytib ba, dedi. Kishi vujudining 7 a'zosiga qarasa, har qaysisi tegishlik ishini bejirganligidan lazzatlanadi. Ko'ngilning lazzati nima-yu, ko'zning lazzati nima? Bu ikki lazzatdan o'zim qandoq bahramand bo'laman? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ko'ngil arzu qilgan qattiq berilgan narsa lazzatdir. Ko'zning lazzati so'yindirguchi yuzni ko'rish. Jonning lazzati ko'ngil arzusiga erishish. Alining o'gdilmishga suoli. Ali yana dedi. Ey o'gdilmish, aytqinchi, so'yimlik bo'lishning nishonasi nimadir? Har kim so'yiman deb da'vo qiladi. Bu da'voning ma'nosi qandoq bo'ladi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Xo'p, aytay. Kishi so'yimlik yuzga qarasa, so'yguning nimaligini biladi. Ko'z uchun hamma narsani ko'rish to'salg'usiz bo'lmaydi. Shuni bilginki, ko'ngil uchun to'salg'u yo'qdir. Kishi so'ygan yoki so'ymaganligini bilay desa, ko'nglining royiga boqsin, ondan tushunadi. So'yimliklar yuzida nishon bo'ladi. Ko'zini ko'ziga tiksa, bir-birini biladi. Buningga taqlid qilib, shoir shundoq so'z aytgan. Buni o'qib quloq tut, ey jasur kishi. So'yganlarning so'ygisi yuzidan ma'lum bo'ladi. Agar so'zlasa, so'zining ma'nosi belgi beradi. Birining so'ygan so'ymaganligini bilay desang, sana tikilib boqqanda ko'zi belgi beradi. Alining o'gdilmishga suoli. Ali aytdi. Bu so'zni anglab tushandim. Yana bir so'zim bor, bunimi menga so'zlab bersang. Endi sendan muhim bir so'zni so'rayman. Obdan o'ylanib menga so'zlab ber. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berdi. Ey davlatman Ali. Baglar o'z nomini bilim bilan ulug'ladi. Baglarning o'zi bilim o'rdisidir. Qul bilimsizdir. Qul so'zining nima ahamiyati bo'lsin? So'rash o'ng'ay, qaytirib javob bermak qiyindir. Beradigan javobimni Alining bilimi to'g'rilig'ay. Osinini Alik oldi, qiynini menga ittirib qo'yma, ey mard qahramon. Alining o'gdilmishga javobi. Alik aytdi. So'rig'icha hojatmandir, o'zi bilmaganlikdan uni boshqadan so'raydi. Agar shundoq ekan, buningdan shodlanish kerak. So'ragan so'zimga javob berishing kerak. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey yaxshi qonun, anglamoq so'zlamakdan yaxshiroqdir. So'zini so'zligichi jinini upurtidi. Anglug'ichi huzurlanadi va vujudini samiritadi. Tajribilik dono nima deydi? Angla. So'zni ko'p so'zlamaslik, anglash va o'ylash kerak. Kishi anglash bilan olim bo'ladi. Ko'p so'zlash bilan kishining beshi ketadi. Anglash quloq uchun bir lazzatdir. Ko'p so'zlagan so'zda manfaat yo'qdir. So'zlanmagan so'z sap oltinga o'xshaydi. Uni egizdan chiqarsang misqa aylanadi. Alining o'gdilmishga javobi. Alik aytdi. Endi to'g'ri so'zlading. Buning bilan o'zingga davlat kamirini bog'lading. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey davlatman Alik, menga loyiq bo'lg'ini qulluq nomidir.
agar qulning aqli yetsa, begini xushal qilish uchun jinini ayamaslıqı kerak. Alik anglasın. Men o'zimning bilginimni aytay. Alikmu xato yerlarini kechirsin.